Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kecha chiqargan kiyim-kechaklarimiz tayyor bo'ldi. Hozir men sizlarga bir narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Kim uchundir foydali bo'lishi mumkin. Mana sizlar kecha chiqargan kiyim-kechaklarimizni taxlab qo'ydik. O'zi mana shunday holatda chiqadi. Chiqqanidan keyin hozir bir narsa ko'rsataman sizlarga. O'zi mana bunday holatda chiqadi. Mana shunday holatda chiqadi bu. Keyin mana bu qora joylari maxsus texnologiya asosida kesib tashlanadi. Kesib tashlgandan keyin mana bu holatga keladi. Bu holatga kelgandan keyin o'zi sho'piga to'g'ri keladi. Zamok bo'lib bir-biriga tushadi. Mana bu yerda chak topa olmaysiz. Hozir bu yerda ikkita klinkerimiz. Mana shu ko'rinib turgan ikkita klinker 1 kvadrat hisoblab beramiz. Nimaga 1 kvadrat hisoblaymiz? Ikkitasini. Mana bu 0,6 kvadrat. O'zi hammaga ma'lum 0,6 kvadrat chiqadi, ya'ni 60 sm ga 1 metr. Biz mana bu qora joylari chiqindiga chiqib ketayotganligi sababli biz ham chiqarib yuboramizda buni. Sizga shu bir dona klinkerni 0,5 kvadrat hisoblab beramiz. Mana chak topa olmaysiz. Hozir men sizlarga chakni ko'rsataman. Kesib tayyorladim. Shu tarzda kley beriladi-da, devorga yopishtirib ketilaveradi bu. Juda ham oson, bu yarim tayyor mahsulot hisoblanadi. Buni afzalliklarini juda ko'pchilik biladi. Devordagi trishinalarni yopadi. Devorga trishina bergan taqdirda ham bu trishinani yuzaga chiqartirmaydi. Birinchidan, ikkinchidan o'ta ham bir mo'yishli narsa, bemalol chang-chuv bo'lsa, yuvib bemalol yana yaltiratib qo'yishingiz mumkin. Shamol, yomg'irlardan keyin. Keyin umri juda ham uzoq, bir 10 yil, 15 yil garantiya beryapmiz. Garantiyasi 10 yil, 15 yil, endi xudo biladi, balkim 30 yil turar, balkim 40 yil turar. Yog'ini bilmaymiz, lekin juda ham uzoq muddat yaraydi. Mana bu holatda chiqib, mana bu holatda kesib tayyorlanadi. Hozir men sizlarga kesib tayyorlab ko'rsatyapman. Mana. Ko'rdilarmi? Sho'piga, g'ishti-g'ishtiga zamok bo'lib kiradi bu. Ana shu tarzda kesib yopishtiriladi. Kim uchundir bu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga olg'a so'zini bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doimo sog' salomat bo'linglar.